Ey Allohim, bir bandang bor, yoshligini qurbon qilgan oilasi uchun. Issiqda issiq demay, sovuqda sovuq demay, musofirchilikda ishlab yurgan bir bandang bor. O'zi xohlamasa ham yoshligidan ketib, ota o'rnini egallashga majbur bo'lgan bir bandang bor. Akamni umrini uzoq qilgin Allohim. Nimaiki boyliging bormi, akamga ber. Nimaiki yaxshi niyatlaring, yaxshi amallaring, yaxshi rejalaring bormi, akamga ber. Nimaiki yaxshi ne'matlaring bormi, akamga ber Allohim. Akamni umrini uzoq qil. Oilamni, aka-ukam, singlimni yoshligidan ketib, shu ukamlar yaxshi joyda o'qisin, yaxshi joyda ishlasin deya, moddiy tarafdan kamchilik bo'lmasin deya yoshligini qurbonlik qilgan akam bor. Barcha akalarning umrini uzoq qilgin Allohim. O'zing mana shu dargohingga kelishni niyat qilgan, lekin hech uddal olmayotgan bandang bor. Oilasi uchun yurgan bir bandang bor Allohim. Akalarning umrini uzoq qil Allohim. Akalarga ham imkoniyat ber, uyingga kelsin, ota-onasini olib kelsin. Yelkalarda ko'tarib tovoq qildirish, marta aylantirish ota-onalarni. Allohim akalarga ham nasib qilsin. Akalarda sog'lig'ini omon qil. Yosh vaqtidan majbur bo'ldi oilasini boqishga. Yosh vaqtidan aka degan mas'uliyatni qabul qildi. Yosh vaqtidan oilam deya, ukam deya ishlashga majbur bo'ldi. Sog'lig'ing yaxshimi desa yaxshi deya aldashga majbur bo'ldi. Qorning to'qmi desa qornim to'q deya aldashga majbur bo'ldi bu akalar. Akalarning umrini uzoq qil Allohim. سوي نفسك